230 yil deyapti hozir. Mana shuni yoshi 230 yil bo'lgan. Lekin juda zo'r saqlangan. Suvda yotgan yog'och toshga aylanish xususiyatiga ega. Ustida ariq tozalaganda balchiq tushirib, ko'milib, ustidan suv o'tavergan, qishloqda bo'lgan. Bu toshga o'xshab qotishni boshlagan. Zo'r saqlangan demoqchiman. Buni bitta qismini buyumga aylantirgan. Ha, xuddi shunaqa jurnalist stoli yasalgan, u sotilgan. Sovg'a qilingan. Sovg'a qilingan, ha. Bu turibdi. Zo'r. Bu hozir agar jurnalist stol bo'ladigan bo'lsa, menimcha kamida 5-6 ming dollar bo'ladi. Shuni o'ziga hozir 4 ming dollarga bermayapmiz. Hali yo ishlamasdan. Hali qimmatda. Mana shuni o'zi 4 ming dollar. Tasavvur qiling. Bunaqa narsa. Hamma oddiy to'nka kim oladi deydi-yu. Eksklyuzivniy shundaki, buni yoshi o'zi rol o'ynaydi. Narx chiqarib beryapti sizga-da. Bunaqa yana 230 yildan keyin hozir eksa ham, hali bu 230 yilga daraxt o'sadimi, o'smaydimi shu darajaga yetadimi? Lekin o'sha paytda ekilgan daraxtlardan kam qolgan. Bunaqa ildiz kamdan kam chiqadi-da. Endi buni hozir men premyer 4 ming dollar bo'lsa, agar buni yasasam 10 ming dollarga baholaymiz. Lekin agar chet el buni ko'rsa, yoshini bilsa, auksionga olib borishadi, bo'ldi. Bu o'zi Yevropada u narx emas, bizdagi narx emas. Bizda endi yerga urishadi, o'zimiz mahsulotni. Bizdan olingan 6,5 ming dollarga olingan 7,5 ming dollarga olingan stol daraxt ildizidan bo'lgan. Uni yoshi katta edi. Uni yoshi 160 yillarga primerni bo'lgan. Bundan kichkina lekin. Bundan kichkina. Strukturasi boshqacha, kilon daraxtinikidan. Auksionda Arabistonda 92 ming yevroga sotishdi. Bizdan 6,5 ming dollarga olgan. Bulardan 6,5 mingga olingan buyum auksionda chet elga borib 92 ming yevroga sotilgan. Albatta. Vau. Hozir ko'pchilikni miyasida urush bo'lyapti. Meni ham miyamda urush bo'lyapti. Meni o'zim ham miyamda urush bo'lgan o'sha paytda. Lekin maza qilganman. Nimaga desiz? O'zingizga kelmagan bo'lsa ham o'sha pul? Yo'q, maza qilganman. Siz yasagan, ijod qilgan narsangiz shu narxda baholanib sotgan, bu eng katta yutug'imdan bittasi deyman-da.